Assalomu alaykum. Siz bilan bugungi dunyo yangiliklari. Hozir dunyoda yangi epidemiya deb eng ko'p muhokama qilinayotgani Ebola virus kasalligining yangi turi. U Markaziy Afrikada tarqalmoqda va Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti xalqaro sog'liq favqulodda holati deb e'lon qildi. Virus yangi emas. Ebola birinchi marta 1976-yilda Kongo davlati hududida aniqlangan. Hozirgi tarqalayotgani Bundibugyo deb ataladigan kam uchraydigan turi. Bu shtamm ilk bor 2007-yilda Ugandada topilgan. 2026-yil holatiga ko'ra may oyida Kongo sharqida noma'lum kasallik sifatida boshlangan. Avval tibbiyot xodimlari kasallangan. Keyin laboratoriya tekshiruvi bu Bundibugyo Ebola ekanini tasdiqlagan. Hozir Kongo va Uganda chegarasiga tarqalgan. Belgilari: yuqori isitma, kuchli holsizlik, qusish, ich ketishi, ayrim og'ir holatlarda qon ketishi. Virus odamdan odamga tana suyuqliklari orqali yuqadi. Nega xavotir katta? Bu tur uchun hozircha tasdiqlangan vaksina yo'q. Shu sabab mutaxassislar uni diqqat bilan kuzatyapti. Lekin Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hozircha bu global pandemiya emas, asosan Afrika mintaqaviy xavf deb aytyapti. Olimlar fikricha, u yovvoyi hayvonlardan odamga o'tgan. Eng ko'p ehtimol mevaxo'r ko'rshapalaklar tabiiy tashuvchi bo'lgan. Keyin odamlar kasallangan. Hayvon, masalan maymun yoki boshqa yovvoyi hayvon. Shundan keyin kasallik odamdan odamga qon va boshqa tana suyuqliklari orqali tarqalgan. Shu sabab dastlab kichik qishloqlarda boshlangan. Sizningcha Ebola virusi xavflimi? Izohlarda yozib qoldiring.